Xo'sh do'stlar, assalomu alaykum. Bugun men Bekzod, jonimda Sunnat ukamam bor. Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Bugun bizda nima qurishlar? Qozoqcha gapirish. Mayli qozoq. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan birgaman. Bugun bizda nima quruvimizni bilasizlarmi? O'z gapiring. Bugun biz O'zbekiston bayrog'ini quramiz. Birinchi jonsizga o'tib olamiz. Nima edi? 18-iyun kuni sizlar qaysi futbolchi qabalat ham bo'lardinglar? So'ng kommentariyada yozib ketinglar. Ana. O'rmonning o'rtaqa. Yo'q. Biz hozir chiqib ketamiz. Hayoting bor. Eski joyimiz. Yo'q, nima qilyapman men? Chiqib ketamiz. Ha, jangga jar tanlamoqsizda? Jangga jar tanlaymiz. İsmi Kemet. Creative New World. Yangi dunyo degan. Misolimiz kreativ. Endi boslaymiz. Project building nimaligini bilmayman. Terrain nimaligini bilmayman. Nima deganligini. Men mana bostaldi. Minutlar jo'q bo'lib paydo bo'lib ketadi. Kras chip chiroyli yer ekan. Tushamiz. Qayerda quramiz? Gulderda o'rtasida qurgan yaxshi. Minutda ungurlar bor ekan. Ungurlar javob tostaymiz. Javobimizni qo'ymasam. O'sha quramiz bu. Do'stlar, like bosib obuna bo'lib ketinglar. 10 ta like jilganda juzum ko'rsataman. Hech kimga juzum ko'rsatmayman. Hozir esa biz O'zbekiston bayrog'ini chizamiz. Biz O'zbekistondamiz, lekin qozoqmiz. Nimaligini tushuntirib beraman. Qozoqlar ham tushunadi. Agar qozoqlar ko'rsa tushunadi. Men tushuntirib beraman. Nega qozoqmiz deyman? Chunki oldi urush bo'lganda qozoqlar O'zbekistonga aralashib tushib qolgan. Sonda O'zbekistonda ham qozoqlar bor bo'lgan bo'ldi. Agar xohlasachi O'zbekistonda Turkmaniston bor. O'sini qo'yamizmi? Yog'och qilish kerak-ku, buraya tayoq qilish kerak. Uni sal bo'laveradi. Sal qoraroq qilish kerak. Qora o'si bo'ladi. Buni taslaymiz. O'zbekiston terma jamoasi 10 blok quramiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. O'si bo'larmikan? Kichkinta-yu. Bo'lsam 20 blok qilamiz. Hali 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 20 blok bo'ldi. Baribir kamga o'xshaydi. Unda 30 blok qilamiz. 30 emas 25. 1 2 3 4 5 bo'lmi? Ana endi tur. Endi shetini ko'k narsa chizish kerak. Endi nima qilsa bo'ladi? Ana jun bo'lardi To'xta, netda bitta tayoqchasi bo'ladi kichkina. Ko'k jun kerak endi bizga ko'k jun. Bizga ko'k jun bunaqa bo'ladi. Ko'k jun emas, ko'k jun kerak. Birinchisi ko'k qo'y O'zbekistonda. Bizga bino bo'ladi. O'sha bo'ladi. Lazib qo'y tushib ketadi. Bitta bo'lmasa binon o'satdan ko'ramiz aslida nimalar bo'lsin. Qo'y juni mana ko'k mana. Bu siyoh rangroq-ku. Bizga u bo'lmaydi. Mana o'sidan qidiramiz, bosidan. Mayli O'zbekiston bayrog'i. Qo'y juni yaxshi, odam qo'y juni bo'lmaydi. O'satdan ko'k blok qidirish kerak. Almas qo'y bo'lmasa. Almas bo'lmaydi. Ana ko'k jun. O'si bo'lsa kerak-a? O'si qo'y ko'k jun boyagi ko'rsatganim sizga. Boshqa ko'k jun ham bo'lishi kerak. Mana ko'k blok. Ko'k blok yarasa. O'sini olamiz. To'xta, oq narsa ham kerak. Ana yulduzcha bilan ana nima edi? Oyni ko'rsatib turadigan. Oyni chizishimiz shart. Oy bilan yulduzchani chizish. Oy bilan yulduzchani oxirida chizamiz, davaychi.
Qaytib oxirida tushuntirib beraman sizga. necha qator qilamiz buni? Tak Bitta ko'kni 3 qator. ilk 3 qator qilamiz, ikkinchisini ham 3 qator qilamizmi? Ha, tur ketib ekan, tur. Tak qiling deb O'zbekiston. To'xtam. Mayli. Ikkinchisida biz qaysi davlatchisi? Qozog'istonmi? Har xil davlatchisi ko'ramiz. Bu davlat bilmayman. Buni kattaroq qilish kerak. 3ta blok kam qiladi, 3ta blok. Ha, tur blok. O'z yetadimi? Ha, yetdi. Yana 2 blok qo'shish kerak. Yo'q, bo'ldi. Bo'ldi. O'zbekistonimiz kattalashib ketdi. Bo'ldi, davlat. Yetadi. Pastini oq blok quramiz endi. Qizil blok kerak birinchi. Ha, qizil blok kerak. Qan bor, qan. O lazerit-ku. Bayag'i ana siz blok tanlagan yeringizda. O'shatdan tanlagandim. Ha, ana blok tanlagan edingiz-ku, shu yerda qizil ham bor edi. Shu qizilni olamiz endi. O'shatpa? Ha, mana qizil. Pastiga bitta qizil qilasizda. Isib qizil qilib ketaveramiz. Kimni qo'yasa YouTube'ga. Qo'yamiz. Bo'ldi ana. Ikkinchisi bizda nima edi? Ikkinchisi oq edi. Oq blok ham bor edi. Oq blok bo'lsa, 3 blok bo'lsa minutdan qo'yamiz yana. Bir blok bu. Oq blokni 1 blok qilish kerak, chunki qoni 2 ta. Mayli. Hozircha o'sini qilaveramiz. Oq blok. Oxirida kommentarlarda necha ball berishlarini yozib qoldiringlar. Undan bir. Sag'anma. Kommentarlarda. 1dan 10 gacha. 1dan 10 gacha ball. O'zbekiston terma jamoasiga. Men bugan hozircha 1dan 10 gacha 2 ball qo'yaman, chunki hali bitirmagan. Oq blok ham bor edi, bayag'i yerda. Oq blok ham bor edi, ha. Yerimiz. Meni oq. Xo'sh, keyin yashil ham olaylik. Keyin qidirib jurmaslik kerak. Bo'ldi. So'l ketyapmi? Oxirida qo'shiq qo'yamiz. O'zbekiston charxani kelinni hamma qo'shiq qo'ysa zo'r bo'ladi. Endi pastni Bosib oladimi? Endi yashil 3 blok. Zo'r ketyapti hozircha 10 ball qo'ysa bo'ladi. Bular qummi? Yo'q, bular qum emas. Men hozir nimani oldim? Jasur. Buni kerakasiz, buni. Yam qum bo'lmasin. Blok tashlasiz keraksiz, blok. Bo'ldi. Oxirgi sizlarni yulduz bilan oydinroq qo'yib bering. Mayli. Agar o'xshamasa o'zim qilaman. Bo'ldimi? Bo'lmadi. Yo'q. Hali O'zbekiston klubi bor. 2 blok. Xo'sh, bitta ko'raylik qanday bo'ldi. O'zbekistonda xuddi o'zi-ku. Sal kattaroqda. To'xta, bunaqdan uzoqdan ko'raylik. Uzoqdan zo'r ko'rinadi. Buni sal kattaroq qilamizmi? Kichkinaroq ko'rinadi. Ну, давай чуть kattaroq qilib. O'zbekiston bo'ldi. Ta qizil blok kerak. Qani endi ko'rikchi. Ana bo'ldi, chiroyli. Endi yulduzcha bilan ana. Yana bittaga ko'paytirdik bo'ldi. Qizil. Oq. Bo'ldi.
Jannatda ko'raylik shu. Ha bu? Vaqtda ko'raylik. Endi minnet qil. Oq bilan qilasizmi? Ha, oq bilan Yo, sariq bilan qil. Yulduz oylar sariq bo'ladi. Sariq blok o'zim tanlab beraman. sariq blok. Mayli. O'sitlarda sariq blok. Ana bu menimi? O'si bo'ladi. O'sidan qil. Ana endi o'zimga navbat. To'xtang. Narxdan qur. Birinchi oyda. To'xtang. O'zimdan dedi. Ana dedi. O'la tak. Noto'g'ri ketdi. Mana kichkina qilib qo'yibsiz. Oy siymaydi-ku bu yoqqa. Apga siydirib beraman. Oy siymaydi-ku. Siyadi. Mana qo'yasin. Netni buzasin. Mana qo'yasin. Netni buzasin. Qo'yasin. Keyin ko'rasin qanday turadi. Nu oy. Lekin Minecraftga tur. Men sariqroq qilmoqchi edim. Minecraftga tur. Yaxshi. Endi yulduzchalarni oddiy bitib. Bitib qo'yib chiqmaydi. Qanday qilib? Lekin o'zim qilay-chi. Sen qilmaysan. O'shan sonday qiladi. O'ylaganimday. Ha bu O'zbekistonda jarima mashina bo'lib qoldi. Net buzilib ketdi. Kim bo'lyapti o'zi? Chatoq qo'yib uxtab olish kerak. Ertalab jana qilamiz. Bunda qilib men qilaman shu yulduzni. Netni buzamiz. Men qila qolay. Sen bilmaysan. Bu O'zbekiston biz. Bunda nega bu yerda qurdiz? Katta yulduz bor bu endi. Mana o'xshamasa kommentariyada o'xshatib yozib ketinglar. Menimcha o'xshamagan mana yulduzlar. O'xshagan. Endi pastga tushamiz, uxlaymiz. Ertasi kuni ko'rsatamiz senlarga. Paka. Meni do'stlar uxtab oldik. Ertalab bo'ldi. O'sini birdan 1 balldan 10 ballgacha necha ball qo'ygan bo'lardinglar. Like oldina bosib ketinglar, jaqqan bo'lsa. Давайте bitta gap aytayin taqda. Ikkinchi videoda давайте kommentariyada yozinglar. O'zbekistonni birinchi biz yozdik. Ikkinchisida Qozog'istonni yozayapman, kommentda yozib qoldingizlar. Keyin ertaga so kommentda nimani qilinglar degan qaysi davlat ko'proq yozib olmasa soni quramiz biz. Kelsizmi? Kelsak. Hammangizga xayr. Like bosib, obuna bo'linglar. To'xtab turing. Zo'r chiqqan bo'lsa. O'shirmay turing, bitib xayrlasadi endi obunachilar bilan. Qarang. Eshitib turasizda. Tak setting. Yo'qmashin. To'xtang, obunachilar bilan endi o'shanday qurgandan keyin bitib amallasadi. Xayrlasadi. To'xta. Endi Uysi aman nasarkan. Endi ko'rishguncha xayr do'stlar, sen xayr deb qo'y. xayr. Xayr, ko'rishguncha xayr, aman bo'ling.